Mana yana keyingi bitta asarimiz bor. Bu ham juda ham ko'p shov-shuvlarga sabab bo'lgan o'g'irlangan bolalik deb qo'yganmiz bu asarni. Demak, bu Toshkent viloyatida bo'lgan voqea. Bir yigit bor. Endi men asarlardan nima uchun bularni o'sha yoshligiga jinoyat ishida ba'zan unchalik chuqur kirib bormaysiz. Nima uchun jinoyatchi bo'ldi degan. 3 ta bolani o'ldiryapti. 3 ta yosh bolani o'ldiryapti. Sababi yo'q, deyarli sababi yo'q. Sababi yo'q, 3 ta bolani o'ldiryapti. Nima uchun degan savol tug'iladi. Chunki uning yoshligi, shuning uchun ham o'g'irlangan bolalik deganmizda, bu bolalarning ham yoshligini o'g'irladi, o'zining ham yoshli o'g'irlangan bo'lganda. Otasi boyagiday betayin, onasi boyagi anaqa, oila juda ham yomon. Bu bolaning bolaligi yo'qolganda, bola yoshlikni ko'rmagan, bolalikni ko'rmagan. O'sha yeganda yeb, yemaganda yeb, mana shunday shunaqangi bir qiyin ahvolda o'sgan. Katta bo'lganda onasi bilan ikkalasi yashaydi. Endi buni qaraydigan bo'lsa, hali uylanishga ham bir anaqasi yo'q, chog'i yo'qda endi o'zi bir hali anaqa lekin 25-30 ga qarab ketayotgan bolani Zamir degan qahramonimizni ismlarini almashtirib qo'yganmiz. Qishloqda sinfdoshlari har ko'rganda, qo'shnilari har ko'rganda qachon uylanasan deb ta'ma qilaveradi-da. Qachon uylanasan sen, nima o'zi yoki uylanmay o'tib ketasanmi degan gap. Shu gap buning xayoligida to'planib yuraveradi. Kim endi unga agar shu gapni aytsa, dushmanga aylanaveradi-da. Mana shunday anaqasidan o'zining sinfdoshi, qo'shnisining o'g'lini birinchi marta menga mana shunaqa meni shunaqa azoblab meni ustimdan kulyapsan deb o'ylaydi-da. Ular endi to'g'richa aytyapti. Endi odatda qishloqda hamma bir-birini biladi. Uylanmay yurgan bo'lsa, qachon uylanasan, kelin topaylikmi, boshqa deb hazil qiladi-yu. Bunga ham shunday hazillar bo'lgan endi. U hayotda jinoyat ishini o'zi aslida shunday bo'lgan. Keyin bu yigit mana shu narsadan juda ham o'ziga yomon oladi. Har aytganda uni yuragiga qanday botaveradi. O'zi uylanishga unchalik anaqasi yo'q. Bitta onasi bilan anaqa qilyapti. To'yga kim birinchidan kim qizini beradi degan fikr o'zidan xayoldan o'tadi. Ikkinchidan qanday qilib to'y qilaman degan anaqa o'tadi. Shuning bilan vaqt kunlar o'taveradi, ishga borib kelaveradi. Ishida hech qanday muammosi yo'q. Mahallada ham o'zi bunday qarasang bironta bir noqonuniy ishga, nojo'ya ishga qo'l urmagan, yaxshi inson sifatida. Hech kimning xayoliga kelmaydiki, bu odam jinoyatchi bo'lishi mumkin. Birinchisini o'ldiradi. Oradan 2 oy 3 oy o'tgandan keyin ikkinchi bolani ham xuddi shunday, ya'ni velosipedda anaqada o'ynab yurganda hovlisiga kirib qolsa, yana qishloqda bilasiz, hovlisiga bir-biriga kirib yuradi. Kirib qolsa, shunday oldin o'sha urib molxonasiga qayerga kiritib turib o'ldiradidan hovlisining borib bir burchagiga kovlab ko'mib tashlayveradi. 3 ta insonni norasida bolalarni o'ldiradi. Yosh bolalar. Eng yomoni o'shalarni anaqalishiga o'zi qo'shilib boshda turib izlashadi. Mana birinchi farzand yo'qolganda ham, ikkinchi bola yo'qolganda ham, uchinchi bola yo'qolganda ham avangard bo'lib hammadan oldin o'sha endi odamlar ko'chaga chiqib bir qayerga ketdi, masalan, qishloqda bolani yo'q qolish qiyin-ku. Qayerda zavur bormi, ariq bormi, ko'prik bormi, taklarini ko'rib, changalzor bormi, hammasini ko'rib qishloq ahli endi juda anaqa yurganda bu shularning ichida birinchilar qatorida yuradi-da. Shu bilan hech kimga o'zining bu qotil ekanligini bildirmaydi. Juda ham bu jinoyatni ochish qiyin kechgan. Ana Sergelda ishlab yurganimizda bitta jinoyat sodir bo'ldi. Ya'ni ikkita shaxs o'g'irlikka kiradi. Aslida o'g'irlikka kirishi ham qarang, bu hayotda ko'p narsa bo'ladi-da. Ya'ni bir ayol kishi qo'shnisiga chiqib aytayapti. Biz yaqinda mashinamizni sotdik deyapti. Yangi mashina olmoqchimiz endi deyapti. Shu yerda qo'shnisining ukasi rus bo'ladi-da. Bir narsani sotdimi, anaqani sozlab o'tirgan bo'ladi. Eshitmaganga olib buni gapini eshitadi-da. Ya'ni mashinamizni sotdik degani. Pul borligini uyda bilyapti, qo'shnisi bilyapti. Sekin borib o'zini bir tanishiga aytayapti. Pul kerak bo'lib turgan bo'ladi ularga. Shu yerda pul bor deydi. Shunikida deydi. Aniq deydi, buni deydi, mana kechara. Keyin ko'ppa kunduz kuni kelishadi-da. Ko'ppa kunduz kelishib uyga o'sha pulni olib ketishmoqchi bo'lishadi. Endi anaqadan kirib, endi ichkariga kirib izlashni boshlagan paytda endi bola
bir kichkina bitta o'g'li bo'ladi, o'sha o'g'li maktabdan qaytib qoladi-da, o'zi qaytish kerak bo'lmagan bo'ladi u. Lekin qandaydir shu kuni dars yo'q bo'lmi, yo shanbalik bo'ladimi, salgina barvaqtlar qaytib uyga kaliti bilan ochib kirib qoladi-da. Keyin bulardan so'rayapti, nima qilyapsizlar debdi. Bolani shartta ushlab anaqa bog'lab qo'yishadi. Karavotga bog'lab qo'yishadi. Bog'lab qo'yishadi. Endi ular o'g'ri. Bunday olib qarasa odam o'ldirish xayolida bo'lmagan. Keyin endi u yoqda titishadi, bu yoqda titishadi, boyaga pulni ular o'sha o'zi yangi mashinaga berib yuborgan bo'ladi. Pul ham yo'q bo'ladi uyda-da. Lekin uyda magnitofon, bu narsalar bo'ladi, endi o'g'riga nima kerak? Bar shu narsalarni olib shunda chiqib ketayotganda endi albatta yuzlariga narsa o'ralgan, anaqa juda ham haliga ular tayyorgarlik ko'rishgan, endi bar o'zini tanitgisi kelmaydi, shu qo'shni tanib qolishi mumkin. Bu qo'shni yigit boshqa yerda yashasa, lekin qo'shnining uyiga kelib turgan ukasi sifatida. Birdaniga bu yigit yotgan joyida yatiba uzun al deydi-da. Men seni tanidim degan gapni aytadi-da. Ana shu narsa bolani o'limiga sabab bo'ladi. Qarang qanchalik anaqa o'sha paytda indamasa ular magnitofonni olib chiqib ketib qolardi. 4-5 so'mlik narsa, lekin bolaning shu gapi endi yosh bola-da endi 10 yoshga kirgan bola shu gapni aytgandan keyin ikkalasi ham qo'rquvga tushadi. Nima qilamiz deydi. Nima qilamiz? Hozir aytsa tanidi bu deydi. Ovozdan tanidimi? Tanidi. Tanigandan endi deyapti, buni o'zing hal qilyapti. Bolani o'ldirishadi. Ochilish jarayoni ham juda biz uni tezlik bilan ochishga erishdik. Birinchi navbatda hech kim ko'rmagan. O'sha kuni qarang, hovlida shanbalik bo'layotgan bo'lgan. Hamma shanbalikda deyarli podyezdlarda odam bo'lmagan. Uylarda ichida hech kim bo'lmagan. Hamma tashqarida bo'lgan, bolalar maktabda bo'lgan. Bular narigi anaqadan birinchi anaqadan kiryapti, podyezddan kirib turib, tepaga chiqib, tepadan o'tib bu podyezga tushgan. Podyezga tushgan, deyarli hech kim ko'rmagan. Endi ochilish qanday bo'ldi? Ochilish qanday bo'ldi? Birinchi navbatda boyaga pulga biz anaqa qildik. Ya'ni motiv bu yerda bolani o'ldirish emasligi aniq bo'ldi. Chunki bola karavotga bog'lab qo'yilganda, bog'lab qo'yilgan, o'ldiradigan odam uni bog'lamaydi. U yerda nima bo'lganligini biz taxminan his qildikdan, keyin shu asosda pul to'g'risidagi masala ko'tarilgandan keyin nima anaqa u aytayapti, shuni kim bilardi degan savolni qo'yganmiz. Shu anaqani hech kimga aytmaganman deb turib oldi. Ayolni so'rayapmiz, hech kim bilmasdi, buni hech kim aytmadi. Keyin bir kun borib bir 2 kundan keyin eslayapti. Shu qo'shnimnikiga o'tib shunga aytdim, deyapti. Deyapmiz, ana qarang. Asta-asta ochiladi bu. Qo'shninikiga borib turib, keyin qo'shninikidan kim bor edi u yerda deb boshida so'rayapmiz. Men unga aytdim, lekin qo'shnim meni juda ham unaqa birovga aytadigan inson emas. Undan ko'rmayman. Xudodan qo'rqaman, undan ko'rmayman, deyapti-da. Xo'p, uyida kim bor deyapmiz-da. Uyida ukasi bordi, lekin u bizning gapimizga ham aralashgan yo'q, narada bir nimadir qilib yotibdi, deyapti. Ana shundan bitta taxmin qilyapmizki, eshitgan bo'lishi mumkinmi deyapmiz o'sha gapni. Demak, taxmin o'sha tusmolimiz asta-asta birinchi raqamli tusmolga aylanyapti-dan, uni izlash boshlanyapti. Uni izlash boshlab, keyin olib kelgandan keyin darrov keyin bu tomoni ochilish. Endi bir qilgan jinoyatchini aniq qilsang, odatda ular juda ham puxta qotil emas-da. O'g'ri bo'lgan, shuning uchun ularni ochilishi darrov o'zini sotib qo'yadi, qilgan xatti-harakatdan, to'ys o'sha kuni qayerda bo'lding, alibasini tekshirib boshqa qilgandan keyin so'zlarda 2-3 ta yolg'on ishlatiladi va o'zi majbur bo'ladi keyinchalik yolg'oni fosh bo'lgandan keyin o'sha katta jinoyatni qilganligini ham. Bu yerda 3 kun ichida jinoyat ochilgan, mana shu yo'l bilan chiqib borgan. Nabira, yoshgina nabiraning o'zining bobosini o'ldirishi, momosini o'ldirishi, buvasini o'ldirishi o'zi bunday qoladigan bo'lsa, aqlga sig'adigan ish emas. Lekin shuni qilishga u shu hayotimizda bo'lgan voqeada o'yladimki, balkim mana shu kimgadir o'rnak bo'ladi.